Merhametlik bu Allah'tan bildiğin nimettir. Ham şu nimet bilen dünya dolaşıya, şu nimetni yer yüzünde taraftar, ham şu nimetke başka kişilerni undab duruşya, o'zi de albatta Allohning shafqat marhamatiga loyiq bo'lishidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Irham man fil ardi yarhamka man fis sama." Yerdagi bo'lganlarga marhamatli qil, ko'kda bo'lgan zot senga marhamatli qiladi. Shunday kitobda Payg'ambarimiz aytdi: "Man lam yarhamin nasa lam yarhamulloh." Adam bolalarına merhametli qilmoqchiga Alloh marhamatli qilmas. Şuna göre de şimdi mümin bu hadislerge dayanıp, Allah'ın hak deb tanib, Allah boyunca amal qilishga tirishadi. İster tutarga kerak, merhametli shu dualarga yoki yaqin bo'lgan do'stlarga qarata amal qilishga tegishli. Falan banda ikkinchi bir kishidan ko'proq qo'shildan yoki qiz bolaga qaraganda menga bir bola ko'proq qo'shildi deb birinchisiga qaraganda ikkinchisini ozroq yoki umuman ixtibor bermau albatta durust bo'lmagan, ham islomda deyilgan shundaga loyiq narsa bo'lib turadi. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhudan keltiradi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Lan tu'minu hatta tarahamu." Qalu: "Ya Rasululloh, kulluna rahim." Qala: "Innahu laysa bi rahmati ahadikum sahibahu, walakinnahu rahmatun nas wa rahmatul 'amma." Sizlardan bir kunda qo'shimcha iymon keltirmaysiz, hatta siz bir-biringizga marhamatli ko'rsatganingizni hadlar. Kishilar aytdilar: "Ya Allohning kishisi, bizlardan bir kunda marhamatlikdan mahrum bo'ldi." U aytdi: "Bu tuğanlar arasında değil, umuman bar kishilarga qilingan marhamatlik." Bugungi kunda marhamatlik sifatlar az kishilardagina saqlangan. Hatta bir ishlarlarda bugün vajdonsuz bo'lmasam, bitsizlik ko'rsatmasang yashab bo'lmay, buyuk darajaga erishuv ham qish, shu ikki sifatda shag'allar deb shunday so'zlarni eshittirgan bo'ldilar. Lekin bunday fikr yurdi, bunday so'zlar aytdi, u shayton vasvasasigina. Shundoqda kish va quvvat buyuk darajalar sha'niga u Allohdan boshqagan sabrlik, hikmat va marhamat sifatlari. Shayton aldovlardan saqlanish uchun bizning uchun ikki yo'l yo'q. U Allohning kitobi va Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnati bo'lib turadi. Qur'onga kelganda Alloh subhanahu va taolo o'rgatilishi quvvat nasihatlar bilan maqtovli sifatlarni, maqtovli amallarni bayon etib bizni to'g'ri yo'lga bostira. Ayni Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga kelganda u barcha maqtovlar, kishilik sifatlarni o'zida to'plab, turmushda nima sifatlarga intilib, ham Alloh bilan nishi ham paydo bo'lganini bildirgan o'z misolida bizni yaratib qoldirdi. Anas radhiyallohu anhudan keltirgan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Shundoqda men namozga kirishganda ona, ya'ni namozni uzoqroq etib o'qul yerda bilan boshlayman. Lekin so'ngan bolaning yilovini eshitib, hamma bolaning hangisi nishib bo'lganligini bilib namozni qisqartiraman." İkinci hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nişke yumuşak bulunduğu durumda getiriler. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam yanına bir kişi gider. Siz kuzbalarınızı kuzbasız beni deyip salava. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam sine Allah merhametlikten mahrum kılgaç min nese işini alamsın deyip cevap verecek. Peygamberimizin kızı Fatıma radıyallahu anh'dan getiriler. Benim hadiyem, min amakimde sayım, o uz orundan taraf, mağayından kuvvet, benim orundan alıp, uzda otura durgan konuğa oturda gider. Hametine gerek Fatıma radıyallahu anh'da hadisine karada şu mesabette gider. Hamdavanda ise, hatta o avrubaş, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun anında yatkanda, beni ona ziyaret kıldım. Şu vakitte de o beni görgeç, yaşlar olanından durmakşı oldu.
Lekin hali bo'lmasa buldira olmadi. Shuni ko'rib, tezgina uning yoniga kelib, balandlikcha mo'g'ayni ular ishon ana kelib o'zini ularga qo'shdim. Shunda Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallam Qur'oni karimda maqtab aytdi: "Va innaka la'ala xuluqin azim." Shunda senki ko'rgan xuluqlisan. Shunday Alloh subhanahu va taolo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dhakara Alloha katira. Sizning qiyomat kunini ishonib Allah bilan uchrashuvni umid etuvchilarga Allohning ishida yaxshi misoli bor. Hamshumada Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xotini Aisha radhiyallohu anhadan keltirila, u aytdi: "Shuningda Payg'ambar alayhi vasallamning xalqi Qur'on edi." Keltirila bir vaqt Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unvon Hasan bin Ali radhiyallohu anhuna al-Aqra bin Haysa at-Tamimi yanında o'tdi. Shunda Al-Aqra uni ko'rib, "Shundoqda mening bolam bor. Hamma oradan birsida bir qashanda o'tganim yo'q edi." Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Man la yarham la yurham." Marhamatli qilmoqchiga marhamatli qilmas edi. Shunga ko'ra Umar radhiyallohu anhu vaqtida bu bir kishini xarid etib qo'ymoqchi edi. Lekin uning qo'lida bu Al-Aqra kabi qiz bolalarning birda bo'lmaganini eshitib, agar sen qiz bolalarga marhamatli ko'rsatmasang, boshqalarga nechik marhamatli bo'la olasan deb xalifa masalasida so'zini kira qaytdi. Hamdamizga bor bo'ladi Alloh subhanahu va taolo shu go'zal axloq sifatlarga yo'lga nasib qilsin. Милосердие. Всевышний Аллах, обладатель этих двух качеств, не раз в своей книге хвалит, указывая на их достоинство и призывает своих рабов к стремлению к приобретению этих благородных качеств. Он послал людям пророка, наделив его этими чертами, которые, в свою очередь, на собственном примере всячески указывал, призывал и направлял на этот путь истины. Итак, в одном из изречений приводится: пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: "Проявляй милосердие к тем, кто на земле, и проявляет его себе тот, кто на небесах". Также приводится от Абу Муса аль-Аш'ари радхiyallahu анху, пророк сказал: "Не уверует до конца из вас тот, кто не будет проявлять милосердие". Люди сказали: "О посланник Аллаха, мы все проявляем милосердие". Пророк сказал: "Это не то милосердие, которое вы проявляете по отношению к своим родственникам, но милосердие — это проявление его ко всем". Яркий пример такого милосердия — это наш пророк. Он сказал: "Когда я стою на молитву, если не в общей молитве, я намереваюсь читать себе дольше, но когда слышу плач ребенка, зная и учитывая беспокойство матери за свое дитя, я сокращаю эту молитву". Приводится: в то время, когда некий человек по имени Аль-Aqra bin Haysa at-Tamimi был рядом с пророком, игравший со своим внуком Хасан бин Али, и увидев, как пророк поцеловал его своего внука, он сказал: "Поистине у меня есть 10 детей, и я ни разу не целовал ни одного из них". Тогда пророк сказал: "Не будет проявлено милосердие к тому, кто не проявит его сам". Таков был пророк, и таковы были его сподвижники. Такого не находили правление Умара бин аль-Хаттаба, он хотел назначить одного человека правителем, но услышав о нем то же, что и было с Аль-Aqra, о котором упоминалось только что, Умар сказал: "Если ты не можешь проявлять